Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan bugun menyuli bot yaratishni o'rganamiz. Telegramga kirib, qidiruv bo'limiga o'tib olamiz. Qidiruv bo'limidan bot fazerni izlab olamiz. Bot fazer. Va mana birinchida chiqib keldi. O'zini galichkasi bo'ladi. Boshqalariga ishonib qolmang. Galichkali botga kiramiz va sizlarda boshlash tugmasi chiqadi. Men oldin ishlatganman buni, shuning uchun shunday chiqyapti menda. Boshlash tugmasini bosganlaringdan keyin qiyshiq tayoqchani bosib olamiz va new bot bo'limiga bosamiz. Bu yerda bot uchun nom so'rayapti. Biz nomni shunchaki video uchun bot deb yozib olamiz. Xo'sh, endi username yozamiz do'stlar. Bu username'ni aniq qilib yozishlaring kerak. Keyin o'zgartirib bo'lmaydi. Tepada bot deb yozganimizni o'zgartirsa bo'ladi, lekin bu username'ni o'zgartirib bo'lmaydi. Shuning uchun o'zingizni aniq birorta username'ingizni yozib qoldirishingiz kerak. Bu nom foydalanilgan ekan. Endi shunga boshqacha kiritib ko'ramiz. Aytgancha do'stlar, username'ni oxirida aniq bot so'zi bo'lishi kerak. Yoki pastki chiziqcha bilan ajratasizlar, yoki ajratmasangizlar ham bo'ladi. Xo'sh, endi mana botimiz tayyor do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. Endi bunga menyu qo'shamiz do'stlar. Menyu qo'shish uchun biz Telegramda qidiruv bo'limiga o'tib olamiz va menu bot deb yozib olamiz. Mana kirib keldik. Boshlash tugmasini bosasizlar va sizlarda ham shunday oyna ochilib, create a new bot bo'limini bosib, bu yerdan tokenimizni jo'natamiz. Tokenni jo'natganimizdan keyin mana botimiz tayyor. Menyu qo'shildi botimizga. Endi botga o'tib boshlashni bosamiz, o'zimizning botga o'tib. Endi bu yerdan birinchi bo'limda sizlar barcha obunachilarga bitta qilib xabar yuborsangiz bo'ladi va send post deb bosib qo'yasizlar va hammaga ketadi. Keyin create commandni bosib, bu yerda o'zingiz xohlagan bo'limingizni yaratishingiz mumkin. Nom qo'yamiz, ya'ni bo'limga. Endi bunga siz xabar yozishingiz, qandaydir fayllar, rasm, video, masalan kinolarni yuborishingiz mumkin. Mana xohlasangiz tagiga yozib qo'yasiz. Men yozmadim. Va jo'natamiz. Save tugmasini bossangiz bo'ldi, saqlanadi. Mana endi sizlarga menyuni qo'shib olamiz endi. Add menyuni bosamiz. Va bu yerdan hozir yaratgan bo'limimizni ustiga bosib, endi bunga nom qo'shamiz. Ya'ni menyuni boshida ko'rinib turishi kerak bu yerda. Menyu boshida ko'rinib turadi bu yozgan so'zlarimiz. Mana tayyor. Ko'rib turganingizdek chiqamiz. Mana tayyor. Va xohlagan kino deysizmi, ilova deysizmi, xohlagan narsangizni fayl deysizmi, shunday qo'shishingiz mumkin. Endi botni menyusini, profilini to'g'rilaymiz, rasm qo'yamiz va bu yerga taglavha yozib qo'yamiz. Botda qandaydir nosozliklar bo'lsa, sizlarga yozish uchun yoki qandaydir o'zingizni guruhingiz bo'lsa yozib qo'yishingiz mumkin. Do'stlar, bot shunday tayyorlanadi. Agar videoda tushunmovchiliklar bo'lgan bo'lsa, iltimos kommentariyada yozib ketinglar. Videoni to'g'risini aytsam, uyqudan turishim bilan yozdim. O'zimga yoqmadi.
lekin qo'yishga majbur bo'ldim. Boshqa video tayyorlashga vaqt ham yo'q edi. Shuning uchun uzr so'rayman oldindan. Kanalimga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Agar tushunmagan joylaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib ketinglar. Agar videoni tushunmagan bo'lsalaring, tushunmadim desalaring, men yana qaytadan video qilishga tayyorman do'stlar. Ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.